Xullas, bular jinoyatni bekitaman deb o'ylab jinoyat joyida iz qoldirib ketishgan. Endi mana bu zapisi yaxshilab bitta eshitib ko'ringlar. Qo'yib oldingizmi, Esonaman? Ha, qo'yib keldik. Siz ko'ruvdingizmi? Nima deysiz? Siz maytni Nozimamni o'zi ko'ruvdingizmi? Menimcha siz ko'rmagan bo'lsangiz kerak, faqat betini ko'rgansiz. Ko'rmayman men. Ha, umuman Yuzini ham ko'rmaganman. Yo'q, men qaramayman nimaga. Mana o'zingizlar eshitdinglar, to'g'rimi? Men umuman ko'rmaganman deyapti. Umuman ko'rmaganman, betiga ham qaramaganman deyapti. Endi mana bu videoga e'tibor beringlar yaxshilab. Kiravering. Olgul hamon padoda-yo. To'g'rimi? To'g'ri, kiyimlari turibdi, ko'rdingiz-a? O'sha kungi kiygan kiyimlar. To'g'ri, kiyimlari turibdi, ko'rdingiz-a? O'sha kungi kiygan kiyimlar. O'sha kungi kiygan kiyimlar. Endi bunda aytyaptiki, "Bu mana ko'rdingizmi, o'sha kundagi kiyimi" deyapti. Xo'p, agar umuman ko'rmagan bo'lsa, qayerdan bilyapti bu odam o'sha kundagi kiyimini? Demak, bu odam o'sha Nozim yotgan vaqtida bu odam katta ehtimol bilan bu ichkarida bo'lgan. Mana o'zining so'zlariga qaraganda, bu o'sha kundagi kiyimi ko'rdingizmi deyapti. O'sha kundagi kiyimni qayerdan bilyapti? Shunaqa. Короче, anularni bilmasa, короче, Marmarozani onangiz qiladi. Onangizni olib keting. Jonimga tegib ketdi onangiz. To'xtating. To'g'ri gapiring. Opa. Alo. Eshityapman, gapiravering, hamma eshityapti sizni. Короче, nima edi, sherzodlarni bilmasa bizga tushib qolgan opa. Ha. Biz sotib oldik-da, hozir u dalil üzerinde nima qilibdi, istoralar qo'yib, tuding, biz bag'dayo odamimiz hozir nima bo'ladi endi opa? Shu ishlar orasida nima bo'lmaydi? Men oldim deysiz, shuncha pulga sotib oldim deysiz. Bo'ldi, nima? Assalomu alaykum. Nima bo'lmaydi? Biz Koreyadasiz, u Amerikada. Bo'lishlik qilamizda, biz qo'limizga tushib qoldi, короче. Bo'ldi, siz oldingizmi? Uni onasi sog'al. Moshinani Jo'natib ketyapmiz. Biz mashinani sotib olganmiz. Xullas, sotuvga Koreya avtoelonga qo'ydik. Kommentariyani ko'rsangiz, kommentariyada полностью bu qotilni mashinasi sotib olmanglar. Xullas, shunaqa gap so'zlar. Plus dalilingizni olib chiqqanda Video qilmasinlar bahodir. dalilingizni olib chiqib olganda aka e'lon qo'yib, qo'yilgan e'longa anaqa silkalarni qo'yib qo'yganda, короче, mana shu mashina. Mana bunchalik olar ekan. Nechta mashina? Dalilingizni ijtimo qilarmiydi-ku. Dalilingizni ijtimo qilarmiydi-ku. Qancha siz 5 million bo'lgan ekan-ku, 3 million nima 2 millionini berishmagan ekan-ku. Da 2 millionni berishmasdan, короче, men buni bitta tanish akamdan olganman bu mashinani. U bolalar bu akaga 3 million bilmadim, o'zlariniki emas, u akaga yana qaytib bergan mashina, olib sotardan olingan deb aytilgan-ku. Chunki o'sha Nozima buni onam deb ikkalasi apaq-chapaq bo'lib, ona bola bo'lib yurishgan Koreyada. Nozima bilan, ya'ni marhuma bilan. Bu ayolda nima ish qilishi, Alloh taolida qanaqa javob berishi bu uni shaxsiy masalasi. Lekin bu ayol nimaga aynan mana shu ishda meni oldimda yuribdi? Nozimani qotilini topishga yordam berish haqida jon kuydirib, oddiy bir vatandosh sifatida yuribdi bu ayol. Lekin bu ayolmi yo hammalarmi? Qolganlar ham, yon atrofingizdagi sheriklaringizni ham nazarda tutayotgan. Ular ham shu. Mana Setorat ham qo'lidan kelgancha yordam beryapti tarjimonlik bo'yicha. Mana hozir yana bitta mashinchi odam ham nima xizmat avaz aka deb o'tiribdi masalan. Biz hammamiz bitta odam. Koreyada begona yo'q. Bilaman, o'sha bitta odamliklarini, o'shani sherik silatsam siz jahlingiz ketyapti. Bittaliginglarni hamma bilib turibdi. Siz jinoiy guruhsiz demoqchi emasman. Siz nima bilan gapiryapsiz? Siz yana shunday gapiryapsiz. Biz Koreyadagi hammamiz bittamiz deyapman. Bir oila sizlar. Siz ashadda ham hali ilmaqli gap qilib chiqib ketyapsizki, qilyapsiz, sizlar beshalalaring bittaliklaringni deyapsiz. Gap o'yin qilyapsiz. Bunaqa gap o'yin qilsangiz aka, hammanglar jinoyatchini, ya'ni qotil bo'lsa, o'shani qidiryapmiz deb aytyapsiz. To'g'rimi? Hamma shu fikrdami? Butun Koreya kerak bo'lsa, butun Koreya agar shu Nozima
ga nisbatan qotillik bo'lgan bo'lsa, butun Koreya yordam berishga tayyor. Butun Koreyadagi musulmonlar. Bu Okey, mana bas. Bu yerda bunga Mana ham tayyorman. zarar bas, bunga ham zarar bas, hech kim moddiy manfaati yo'q bu yerda. Hamma qarang. bilmadim Amerikada o'zbeklar qanaqa oqibatsiz bilmayman, lekin Koreyada oqibatimiz bor. Juda Amerikada o'zbeklar biz juda oqibatlimiz. O'z Bo'pti, bizda demak, bunaqa holatda siz nimadan bunaqa deb o'ylayapsiz bo'lmasa? Biz oqibatlimiz, har doim bir-birimizga yordam beramiz. oqibatli bo'lsanglar juda zo'r. Men xursandman aka, xursandman. Demak, hop, bu aniq prямой efirimizni o'sha ancha mana yakunlayapmiz. Demak, sizlarning maqsadinglar hammanglar bekorchimiz gaplashamiz. Hammanglar- gapiring, savol bering. yo'q, mani ham vaqtim bor. Bu masalani oydinlik kiritishimiz kerak. Jinoyatchini qidiryapmiz. Ya'ni siz ham, to'g'rimi? Yon atrofingizdagi insonlar, o'tirganlar, u yoqda ham, shu tagida biz ham, boshqalar ham-da. Xohlasangiz, men sizga qattiq addish yordam berishim mumkin. Hozir o'zida. Qanaqa yo, to'xtab turing. Sizlar men gaplashyapman. Nima yordam aka? Sherzodni oldingizga olib keling. Vakil. Ya bu mana bitta narsa bor. To'xtab turing, ashta bitta gap gapirib qo'y. Men-chi aka, men. Siz bo'lasizmi, men bo'laman, boshqa odam bo'ladimi aka? Hammamiz vatandoshimiz, to'g'rimi? Siz Amerikada bo'lsangiz ham, boshqa joyda bo'lsangiz ham. To'g'ri. Mana siz internetdan turib, siz biladigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Biz aqlimiz yetmagan joyga balkim siz aqlingiz yetib turgandir. Siz aytyapsiz, menda qanaqadir narsalar bor, men sizga yordam berishim mumkin deyapsiz. Davay yordam bering, bizni savolga tutmang. Biz jinoyatchi ham emasmiz. Qoralovchi hech kim Sizni hech kim jinoyatchi demayapti. Sizni hech kim jinoyatchi Men demayapti. Kim buni aytyapti shunaqa? yashirmayapman. Tushunyapsizmi? Yashirmayman buni. Yashirmayapsizmi? Ha? Hozir qarang mana, endi mana hozir konkret mana inson bo'lib aniq gaplashyapmiz. Men как jurnalist sifatida gaplashyapman, to'g'rimi? Aka-uka sifatida, как o'zbek sifatida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Aka-uka sifatida. Boshligi sizni harakatlaringiz, olib chiqish videolaringiz bizani shunaqa shubhaga uyg'ottirdi. Mana hasiga ochiq narsa aytaman. Mana endi hozir bu bemalol. ha yo'q, albatta shaxsiy fikrim. O'zi umuman mana shu nimaga bo'lganini sizga tushuntiraman, odamlar ne unaqa o'ylab qolgan. Mana endi hozir siz oldingizga olib, mana men kerak bo'lsa ushlayman deyapsiz-da. Xo'p. Ismingiz Sherzod, to'g'rimi? Sherzod. Sherzod, qarang. Siz o'sha kuni Avaz akaga kirganingizda, Avazga siz oldingizga kirib, xonaga kirdinglar-ku uyga, janjal bo'layotgan uyga. Kirganda siz o'zingiz og'zingiz bilan aytdingizki, "Ha, bu qotillik bo'lishdan oldin go'yoki sizlar urushgansizlar, urushdik, janjallashdik" dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Qo'l ko'tardingizmi, yo'qmi? Yo'q. Nozimaga. Yo'q. Umuman qo'l uchun teqazmadingizmi? Yo'q. Shu gaplaringizga o'zingiz ishonyapsiz, yolg'on gapirmayapsiz. Ha. Unaqada qanaqa qilib Nozimani burni sinib, burnidan qon kelib, lablari ishib, qo'llari va badallari ko'karib ketdi. Sizda janjallashgansizlar-ku o'zingiz gapingiz bilan. Biz gap bilan janjallashganmiz deyildi. Nima u hamma yoq bardak bo'lib yotibdi-ku. Gaplashyapti. Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, dasturxon tortilgan dedim. Bakal otgan nimaga, o'ynaga dedim, to'g'rimi? Eshitolmaysiz. Tushundingizmi hozir nima demoqchi bo'lganim? Tortganda. Nimadir bir-birimiz bo'g'ay turganimizda sachirib ketmadi u narsalar. U narsa dasturxon bo'lgan, dasturxon ustida sinaydigan narsalar bo'lgan, meva-cheva bu narsalar bo'lgan. U dasturxon tortganda hamma narsa tushib ketadi-yu. Jahlda. Politsiyaga qachon bordingiz? Nimaga qiziq bo'lyapti u? Ber hamma savoliga javob ber.